Gagarin ko'chasidan Xol qismi bilan 4 xonali kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Общий kvadrati 100 kvadrat. Bizlar Xol qismida turibmiz. Ko'rishlaringizdek, mягкая mebel o'rnatilgan, stol qilingan, gilamlar to'shalgan va mana bu tomonda bizlarda asosiy kirib kelishimiz eshigi prixojа mebel qilganlar va mana bu yerda terimo o'rnatilgan. Kvadrati 100 kvadrat. Bu tomonda bizlarda terimo qilingan va dekoratsion kartinalar yopishtirilgan, полностью yora remont qilingan kvartiramizda hali hech kim yashamabdi. Mana bu yerda esa bizlarda kattalar yotoqxonasi, ham juda ham chiroyli did bilan remont qilingan, kravat, shifonyer, termo, televizorlar o'rnatilgan do'stlar. Ana endi mana bu yerda esa bizlarda oshxona joylashgan, oshxonada ham kuxona garnitura qilingan, kerakli mebel jihozlar o'rnatilgan. Oynadan shunday qarasangiz, katta ko'chaga qarayapti. Inyas institutiga Novostroyka domida, G'ishli domida joylashgan kvartiramiz. 8 qavat domning 7-qavatda liftli bo'lyapti. Mana bu yerda esa bizlarda mehmonxona joylashgan. Mehmonxonamiz ham juda ham chiroyli remont qilingan. Divan, stol, pufik, TV zona, parda, gilamlar qilingan kvartiramizda kadastri bor. Bir kun tafriz qilib olishingiz mumkin. Va mana bu yerda bolajonlar xonasi bo'lyapti. Bolalar yotoqxonasi, ikkita kravat, shifonyer o'rnatilgan. Kvartiramizda dvokonturli kotel o'rnatilgan, sopol qilingan. Bu yerda esa bizlarda sanuzl joylashgan. Narxini 99 ming deyaptilar. Yana savdosi bor. Kimga qiziq bo'lsa agar pastdagi nomer telefonlariga telefon qilinglar, yana arzonroq qilib olib beramiz. Ko'rishguncha.